Alaykum hurmatli ustozlar, yaxshimisizlar? Sog'liklaringiz yaxshimi, charchamadinglarmi? Demak, bugun sizlar bilan Davron Akbarning 2-qism kitobidan 4-variantini Alloh qodir qilgancha chiroyli qilib tahlil qilib berishga harakat qilaman. Demak, birinchi savollarimiz imlo jihatdan to'g'ri yozilgan so'zlar qatorini aniqlang. A javobda muammo pomidor so'zlari to'g'ri yozilgan, lekin polapon so'zi shu tarzda aytilsa ham palapon tarzda yoziladi. Shuning uchun ham bu javob xatoligi uchun ham A javobni olmaymiz. B javob qumursqa biz talaffuz qilayotganimizda qumursqa deb i bilan talaffuz qilganimiz bilan bizda nima bo'lishi kerak? Mana bu qumursqa yozilishi kerak. Munofiq tuturuq so'zlarimiz to'g'ri. C javobimiz vahshat to'g'ri, dahshat to'g'ri, vahshiy to'g'ri. Uchalasi ham biz tilimizda aytganda yumshoq h bilan aytiladi. D javobdagi zambarak, zangor so'zlarimiz to'g'ri, lekin zamburug' so'zimizdagi mana bu n m tarzda yozilishi kerak edi. Zamburug' bo'lib. Shuning uchun ham xato. Biz C javobni to'g'riligi uchun olamiz. Ikkinchi savolimiz. Qismlari chiziqcha bilan yoziladigan so'zlar qatorini toping debdi. Azaldan to'g'ri, limmolim to'g'ri, mass media to'g'ri. Chet tildan kirib kelgan so'zlar aynan shu tarzda yozilishi mass media chiziqcha bilan yoziladi. Limmolim, mo, ba qo'shimchalarini ikki yonidagi takrorlanib kelayotgan so'zlarimiz mustaqil qo'llansa o'rtasi chiziqcha bo'lishi aytiladi. Azaldan takror so'zimiz ikkinchi qismiga chiqishga erishishga qo'shilganligi uchun ham bu yerda chiziqcha bilan yozamiz. B javob boshdan oxir, mana bu dan kelishi qo'shimchasi bo'lgan juft so'zlarda hech qanaqa nima bo'lmaydi, chiziqcha bo'lmaydi. Goh-gohida bo'ladi, imi-jimida bo'ladi. Jon jahd so'zimizda chiziqcha bo'ladi. Aft angorda bo'ladi, lekin oshiq-moshiq qo'shilib yoziladi. Oshiq-moshiq qo'shilib yoziladi. Och-nahor, qaddi-qomat deganimiz ajratib chiziqchasiz yoziladi izofali birikma sifatida. Demak, to'g'ri javobimiz A javob bo'ldi. Uchinchi savol. O'zaro ma'nodoshlik hosil qila oladigan javobni belgilang degan. A javobda muntazir, xuddi kutmoq, kutishni ma'nosini bildiradi. Intizor bo'lishni ma'nosini bildiradi va mushtoq uchalasi bir-biriga o'zaro ma'nodoshlik hosil qila oladigan so'zlar. Xullas, kutishni, intizorlik bilan intiqib kutishni ma'nosini berishadi uchalasi ham. B javob yanglish, noo'rin, noto'g'ri ma'no jihatdan bir-biriga yaqin so'zlar bo'lgani bilan mana bu yanglish so'zimiz fe'l so'z turkumiga kiradi. Yanglishmoq. C javob yara, majruh, jarohat. Yara bilan jarohat so'zlari bir-biri bilan to'g'ri keladi, lekin majruh degan jarohatlangan degan ma'noni bildiradi. Bunda esa o'sha jarohatni o'zi tushunilyapti. D javob olchoq, yolg'onchi, firibgar. Olchoq bilan firibgarni olishimiz mumkin, lekin yolg'onchi bu firibgarlikdan ko'ra boshqacha ma'noda beradi. Bunda ko'proq bitta yolg'onchi xarakteri bo'lsa, firibgarlikda bundan ham ko'ra ko'proq xarakterlar mujassam bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob A varianti. 4-savol. Bilamizki, mana shunday yangi tipdagi testlar 2026-yil Milliy sertifikat attestatsiyasini bezab turibdi. Demak, qaysi so'zlar bir-biriga muvofiq tarzda joylashtirilmagan deyapti. Dekoratsiya. Dekoratsiya so'zi haqiqatdan ham sahna bezak ma'nosini bildiradi. Ya'ni sahnada tasvirlanayotgan voqea, hodisa o'rni va sharoitini aks ettiradigan rasmlar arxitektura inshootlari deb aytiladi va buni sahna bezak deb aytsak to'g'ri keladi. Depozit so'zimiz bu saqlashga qo'yilgan buyum, omonat. To'g'ri ekan. Kommentariy bu izoh, sharh degan ma'noni beradi. Chunki bilamiz, ana shu biror narsa video uchun kommentariy yozing. Iltimos, sizlardan ham meni videolarim uchun albatta kommentariy yozib qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa juda ham xursand bo'laman. Ana endi lokatsiya so'ziga o'tamiz. To'g'ri, biz lokatsiyasini bering, lokatsiya tashlab bering deb xuddiki uy manzilini tashlab berishni aytganga o'xshatganimiz bilan aslida bu o'sha obyektning o'rnini, joyini u chiqarayotgan yoki deylik aks ettirayotgan signal belgi bilan qarash, uy manzili emas.
Bu lokatsiya so'zi o'zi ham joylashtirish degan ma'noni bildiradi. O'sha joylashgan narsani chiqarayotgan signali bilan nima qilish, aniqlay olish. Uy manzili degan javobga xato bo'ladi. Demak, noto'g'riligi uchun C javobini to'g'ri olamiz. 5-savol. Qaysi gapda qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik mavjud? Bobur to'la ma'noda ulug'vor, nihoyatda. Xo'p, ayni paytda juda murakkab siymoda hammasi to'g'ri. Xususiy va davlat maktablari to'g'ri. Buloqlar haroratiga ko'ra issiq suvli shifobaxshli deganimiz xato. Shifobaxsh minerallashgan chuchuk suvli bo'ladi. Demak, xatoligi uchun C javobini belgilaymiz. 6-savol. Metafora ma'nosi metafora usulida ko'chgan so'z alohida ajratib ko'rsatilgan javobni aniqlang. A javob. Matematikadan qo'lga kiritilgan bu yutuqlarni ko'rgan yuzlar quvonadi. Bunda yuzlar so'ziniga e'tibor beramiz. Yuzlar deganda bu yerda sinekdoha usulida ko'chgan. Chunki sinekdohani bilamiz, butunni bo'lak yoki bo'lakni butun orqali ta'riflash bo'ladi. Yuzlar bu insonlarning bir qismi, insonning bir qismi va bu sinekdoha deb aytsak bo'ladi. Ochiq eshikdan kira olmagan inson ochiq dilga ham kira olmaydi. Ochiq yurakka deb aytmoqchi bo'lyapti. Bunday metafora mavjud emas. C javob. Ochiq eshiklar kuni munosabati bilan juda ko'p ziyoli insonlar. Bunda metonimiya ko'chish bo'lyapti. Ya'ni nima? So'zlarni ekonom qilish. D javob. Oynani sindirsang qo'ling kesiladi, ammo ko'ngilni sindirsangchi. Oynani sindirish bu o'z ma'nosida, bu o'sha oynani sindirilishiga o'xshatib ko'ngilni sindirish tushunilyapti. Bilamiz, metafora ham shaklan o'xshashlik, harakat o'xshashligi yoki deylik, uning ma'naviy jihatdan o'xshashligiga asoslanadi. Demak, bizda metafora D javobda berilgan. Ana undan keyingi o'tamiz ustozlar. Xo'p, demak bizda morfem tarkibi haqida hukmlardan nechtasi to'g'ri ekanligi so'ralyapti. Demak, berilgan gapimizni morfem tarkiblariga bo'lib olishimiz kerak. Dasti qisqalarni kamsitma zinhor. Dast qo'l ma'nosida beriladi. Demak, kelishib olaylik. Sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalarimiz chiziqcha bilan, lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalarimiz to'lqin, yasovchi qo'shimchalarimiz uchburchak shaklda belgilaymiz. Dasti qisqalarning qismoq asos, qa yasovchi qo'shimcha, lar lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha, ni sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha, chunki bu kelishik. Kamsitma, kam asos, sit fe'l yasovchi qo'shimcha, ma lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha. Zinhor savobning kattayu kichigi, kichik asos, sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha. Bo'lmas, bu ham lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha, bo'lishsizlik shakli. Kimningdir, demak bu yerda ning sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha, dir bog'lama, bu ham sintaktik shakl yasovchi qo'shimchaga olsak bo'ladi. Bog'lamalarni. Davlati sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha, b bu yerda yasovchi qo'shimcha, behadu bisyor va lekin baxildir, buni ham sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha, toleyi kulmas. Demak, mana shunday qilib belgilab oldik, hurmatli ustozlar. Va ana endi shakllarimizga, shartlarimizga yo'nalamiz. Lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalarning asosga ketma-ket qo'shilishi kuzatilgan. Yo'q, bu yerda ketma-ket qo'shilgan shakl yasovchi qo'shimchalardan biz olishimiz mumkin. Mana bu yerda kimningdir deganda sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalarni olishimiz mumkin. Lekin ko'rib turganingizdek, lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar ketma-ket qo'shilishi kuzatilmagan. Ajab, ayrim qo'shimchalarning o'zaro shakldoshi kuzatilgan. Ayrim shakldoshlik kuzatilgan. Ayrim qo'shimchalarning bu yerda olishimiz mumkin. Masalan, deylik, netni shakldoshligi yo'q, sit shakldoshligi yo'q, ma shakldoshligi yo'q, ning yoki deylik, ni mana bu yerda olishimiz mumkin. Kimningdir deganda dir qo'shimchamiz
gumon ma'nosini bildiryapti. Mana bu yerda baxildir deganda esa ot kesimning bog'lama ma'nosini bildiryapti. Mana shunga olib biz ikkini olishimiz mumkin. Uchinchisi, munosabat qo'shimchaning belgisiz qo'llanilishi kuzatilgan. Bu yerda hamma qo'shimchalarimiz belgisiz qo'llangani berilmagan. Masalan, savob ning deganda ning qo'shimchasini qaratqich kelishiga yoki dedalik tushum kelishlari odatda belgisiz qo'llanadi. Bu yerda esa hammasi joyida qo'llangan. Demak, buni ham biz ololmaymiz. To'rtinchisi, belgining me'yordan ortiq ekanini ifodalovchi lug'aviy qo'shimcha ishtirok etgan. Belgini me'yordan ortiqligi mana qisqalarning lar qo'shimchasi. Lar, ya'ni ko'plik ma'nosini bildiradi, ya'ni belgining me'yordan ortiqligini bildiryapti. To'g'rimi? Xo'p, ana endi keyingisiga qaraymiz. Demak, bu gal oldik. Fe'l esovchi qo'shimchaning ravish asosiga qo'shilishi kuzatilgan. To'g'ri. Mana kam ravish sit fe'l esovchi qo'shimcha. Demak, bundan mavjud ekan. Demak, bizda 3 ta 2, 4, 5-chi berilgan shartlarimiz, hukmlarimiz to'g'ri. Demak, biz 3 tasini olamiz deganda B javobni olamiz. Ana endi 8. Xo'p. Berilgan parchada qatnashgan fe'llar haqidagi to'g'ri hukm toping. Demak, fe'llarga e'tiborimizni qaratamiz. Qorayganda uzoq tog'larning qori, mana bu yerda fe'l. Bog'larga cho'kkanda oqshomgi tuman. Sovuq kuz yelidan junjikib nari ochiq ayvon ostin maskan etganda. Do'stginam, hayolan quchaman seni, xazon davrasida kutaman seni. Demak, bizga to'g'ri hukm kerak. Va bizda birinchi savol. Fe'lning ikki xil vazifa shakli ishtirok etgan. Qorayganda bor bizda sifatdosh, cho'kkanda ham sifatdosh, junjikib ana endi ravishdosh, quchaman sof fe'l. Demak, bizda ikkita emas, 3 xil vazifa shaklida ishtirok etgan. B javob. Qo'shma fe'l bilan ifodalangan o'timsiz fe'l ishtirok etgan. Qo'shma fe'l deganimiz ikkita asosdan tashkil topgan. Mana bu maskan etmoq qo'shma fe'l. Endi bu o'timlimi yoki o'timsizmi? Demak, ochiq ayvon ostini maskan etganda bundan ne tushum kelishigini olyapti va bu o'timli bo'lyapti. O'timsiz emas. Bilamiz, tushum kelishigini olgan so'z bilan bog'langan fe'llarimiz o'timli fe'llar deb aytiladi. C javob. Barcha yasama fe'llar payt holini shakllantirgan. Xo'p, yasama fe'llarimizni topib olamiz, hurmatli ustozlar. Qora asos, y ot esovchi qo'shimcha. Qora sifatida, sifatdan fe'l yasalyapti. Endi keyingisi maskan etmoq, maskan otga etmoq fe'li qo'shilib, birikib qo'shma fe'l, ya'ni yasama fe'lni beryapti. Bundan boshqa junjikmoq. Yo'q, junjikmoqimiz cho'kkanda yo'q, bular qolgani yasama emas. Demak, qorayganda qachon? Qorayganda payt holini beryapti. Sovuq kuz yilidan ochiq ayvon ostini maskan etganda seni quchaman. Qachon quchaman? Maskan etganda quchaman. Haqiqatda ham bu yerda ikkala yasama fe'llarimiz ham payt holini shakllantiryapti. Qachon so'rog'iga javob bo'lyapti va harakatni belgisini bildirib kelyapti. D javob. Ikki xil shaxs sondagi fe'llar ishtirok etgan. Shaxs sondagi fe'llarimizni olishimiz uchun sof fe'llarimizga qarashimiz kerak. Ya'ni bu yerda quchaman, kutaman so'zlarimiz, fe'llarimiz ikkalasi ham birinchi shaxsda. Xolos, ikki xil shaxs yo'q. Demak, to'g'ri javobimiz nima bo'ldi? C bo'ldi. 9-savol. Berilgan gap haqida xato hukm berilgan javobni aniqlang. Ketdik. Ahmoq kishining tili o'ziga dushman. Ko'p kishilarning qoni tili tufayli to'kildi. Ko'p so'zlaganlar ichida o'kingan bordir. Tilni tiyganlar orasida o'kingan bormi? Yaxshi. A javobdan ishlaymiz. Bizga xatosi kerak. Noto'g'risini olamiz. To'g'risini ololmaymiz. Faqat miqdor daraja ravishlari ishtirok etgan. Ravishlarimizni tekshirib ko'ramiz.
Ravishlarimiz mana ko'p. Oz so'zimizni ham ko'rdikmi? Ko'p, mana yana ko'p. Qoni tufayli. Xo'p. Ko'p kishilarning miqdor daraja, ko'p so'zlaganlarning miqdor daraja. Demak, haqiqatda bu to'g'ri ekan. Bir javob, sifatlar aniqlovchi hamda kesimni shakllantirgan. Sifatlar, mana ko'ptiramiz ham bor ekan, bu yerda. Sifatlarimizni topa olamiz. Ahmoq. Bo'ldi. Dushman so'ziga e'tibor bergan bo'lsak, dushman so'zimiz ot so'z turkumi. Demak, bizda ahmoq kishining aniqlovchi vazifasida kelyapti. Kesim emas. Turadi, keyingisiga qaraymiz. Turdosh otning ikki xil ma'no turishtirib ketgan. Kishi shaxs oti, dushman ham shaxs oti. Qoni narsa oti, tili narsa oti. Haqiqatda ham bu ikki xil turdosh otning ikki xil ma'no turishtirib ketgan. To'g'ri. D javob. Fe'lning vazifa shakliga ko'ra ikki tur ishtirok etgan. Vazifa shakliga ko'ra ikki turi. Demak, tekshiramiz. So'zlaganlar sifatdosh, tiyganlar sifatdosh, to'kildi sof fe'l. Sof fe'l bu yerda. Demak, haqiqatda ham ikki tur ishtirok etgan. Bizda sifatlar aniqlovchi vazifasida kelgan, xolos kesimni shakllantirmaganligi uchun, xato hukm deyilgani uchun biz 9da B javobni to'g'riga olamiz, o'rtoqlar. 10-savol. Xo'p, berilgan gapda alohida ajratib ko'rsatilgan so'z haqidagi xato hukmni aniqlang. Xo'p, hayotim ajoyibotlarga to'la. Tilanchisimon keksayganimda yaqinlarim yonimda turib berolmagan. Xo'p, A javobni o'qiymiz. Tobe qismi qo'shma so'z bilan ifodalangan so'z birikmasi tarkibida qatnashgan. Xo'p, buni biz agar hokim so'z deb olsak, buning tobesi mana bu so'z, ya'ni tilanchisimon keksayganda. Demak, tilanchisimon keksayganda buning tobe qismi tilanchisimon, lekin bu qo'shma so'z emas. To'g'ri, buni yasama so'z deyishimiz mumkin. Lekin qo'shma, ya'ni asos plus asos tarzida yasalmagan. Shuning uchun ham mana bu javobimiz xatoga o'xshab turibdi. Shuni ushlab turamiz. B javob. Hokim qismi sodda fe'l bilan ifodalangan so'z birikmasi tarkibida qatnashgan. Xo'p, endi biz buni hokim qismini, ya'ni buni tobe so'z deb o'ylaganimizda qaysi so'z hokim so'z bo'ladi deb o'ylaymiz. Keksayganimda turib bera olmagan. Keksayganimda yonimda turib bera olmagan. Keksayganimda bera olmaganiga olamiz ekan. Demak, bu oddiy, soddagina fe'l bilan ifodalangan so'z birikmasida qatnashyapti. To'g'ri. C javob. Tobe qismi ravish holi bilan ifodalangan so'z birikmasi qachon bera olmagan? Keksayganimda ravish holi mavjud. Bu ravish holiga kiradi mana. Qachon? Keksayganimda. Faqat fe'lli so'z birikmalari tarkibida qatnashgan. Haqiqatan tilanchisimon keksayganimda deganimizda ham bu fe'lli birikma. Keksayganimda bera olmagan desa, nima bo'lyapti bu ham? Bunda ham fe'lli so'z birikma tarkibida kelyapti. Bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Demak, A javobni xatoligi uchun olamiz. 11-savol. Berilgan gap haqidagi hukmlardan nechtasi to'g'ri ekanini ayting deyapti. Qisqasini aytganda, o'g'il-qizlarimiz biz yetolmagan orzulariga erishishi, shuningdek, biz chiqolmagan cho'qqilarni zabt etishi muqarrar. Chunki ularning jo'shqin qalbida jahoniy aql va tafakkur mash'ali yolqinlanib turibdi. Birinchisi ko'ramiz. Qaratqich aniqlovchi egiga tobelanish kuzatilgan. Qaratqich aniqlovchi so'zimizni qaraymiz. Ularning qisqasi o'g'il-qizlarimiz biz yetolmagan orzularga erishish, shuningdek biz chiqolmagan cho'qqilarni zabt etish muqarrar. Chunki ularning jo'shqin qalbida insoniy aql va tafakkur mash'ali yonib turibdi. Nima qilib turibdi? Yolqinlanib turibdi. Nima yolqinlanib turibdi? Mash'ala yolqinlanib turibdi. Xo'p. Ularning qalbida, ularning mash'ala
Ularning mash'ali jo'shqin qalbidagi bunga bog'lanyapti. Haqiqatdan ham qaratqich aniqlovchi egaga tobelanish kuzatilyapti. Bor. Buni bundoq qilaylik. Xo'p, endi egalar faqat bir xil so'z turkumidan ifodalangan. Mash'ala ega ot. Undan oldingi gapimiz qisqacha aytganda, o'g'il qizlarimiz bu yetimlik orzulariga erishishi, zabt etishi muqarrardir kesim. Nima muqarrardir? Erishishi, zabt etishi bunda fe'l so'z turkumi bilan kelyapti harakatnomi shaklida. Harakatnomi, ya'ni fe'l so'z turkumi bu yerda ot vazifasiga kelyapti. Demak, ega vazifasiga kelyapti. Bu yerda ot, bu yerda fe'l. Demak, egalar bir xil so'z turkumida ifodalangan deganimiz xato bo'ldi. Uchinchisi, shaxsi noma'lum gap ishtirok etgan. Yo'q, muqarrardir. Ega yolqinlanib turibdi. Bu shaxsi ma'lum gaplar mavjud. Buni xatoga olamiz. To'rtinchisi, vositali to'ldiruvchi fe'l kesimga tobelangan. Fe'l kesimimiz mana yolqinlanib turibdi. Ot kesimimiz muqarrardir. Demak, qalbida yolqinlanib turibdi. Mana bu nima bo'lyapti? Vositali to'ldiruvchi bo'lyapti. Buni olamiz. Kiritma ishtirok etgan. Mana kiritmamiz qisqasini aytganda, kiritma bilamizki, aytilayotgan fikrga nisbatan munosabatni bildiradi. Va mana shu munosabatimiz bor. Qisqasini lo'ndasini aytganda demoqchi bo'lyapti. Demak, bizda nima? 3 tasi to'g'ri bo'lyapti. Bizdan to'g'rilarni so'ragan ekan, to'g'ri. Agar xatolarni so'raganda biz 2 tani olgan bo'lardik. To'g'rimi? Yaxshi. 12. Berilgan gaplar, qaysi gaplar tinish belgisi bilan bog'liq xatolik mavjud deyilyapti. Apil-tapil qilingan ishning umri qisqa. To'g'ri, bu yerda qisqa ot kesim, ot kesimda bog'lama mavjud bo'lmasa, biz egidan keyin tira qo'yishimiz kerak edi. To'g'ri, lekin bu yerda bitta yana qoidamiz bor. Agar ot kesim sifat bilan ifodalangan bo'lsa, tira qo'yilmaydi. Mana shu yerda xatolik bor. Ikkinchisi, har bir ijodkor adabiyotga, so'ngkor va sehrli olamga o'z qalbini tuhfa etishi lozim. Bu yerda ajratilgan bo'lakni tira ajratyapti. Bu to'g'ri. 3. Yaxshidir achchiq haqiqat, lek shirin yolg'on yomon. To'g'ri, lek so'zidan keyin ozgina pauza qilayotganga o'xshaymiz, lekin aslida ammo lekin biroq bog'lovchilardan oldin tira qo'yiladi, keyin emas. Demak, bizda 1da xatolik bor, 3da. B javobni to'g'ri deb olsak bo'ladi. Ana endi bizning badiiy adabiyot bilan beriladigan savollarga to'g'ri javoblarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu adabiyotlarni men ta'riflab o'tishim shart emas. Demak, 13-savol. Chingiz Aytmatovning Oq kema asaridagi Said Ahmad obraziga to'g'ri ta'rif berilgan qatorni aniqlang deyilyapti. Demak, bizda C javob to'g'ri. Aslida bu o'zi juda yuvosh, yaxshi xulq odobga ega bo'lsa-da, ammo yalqov va hamda uyqucha yigit ekan. 14-savol. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar asaridan olingan quyidagi parchada qaysiday mazmun ifodalangan? Bunda A javobimiz to'g'ri. Xalqning yomon ahvolga tushib qolishiga uning o'zaro birga olmasligi sabab qilib keltirilgan. 15-savol. Abdulla Qahhorning Anor hikoyasi haqidagi to'g'ri fikrni aniqlang. Bunda ham A javobimiz to'g'ri. O'rtoqlar, hikoyada inson ruhiyatidagi ziddiyatlar, g'urur va chorasizlik to'qnashuvi mahorat bilan chizilgan. Buni o'qib chiqqanmiz. 16-savol. Aziz Nesin Xushtak afandim loyihasidan olingan, hikoyasidan olingan quyidagi parchada qanday mazmun ifodalangan degan savolga A javobni olamiz. Jamiyatda ishsizlik avj olayotganligiga ishora qilingan. 17-savolimiz ham Abdulla Orifning qalamiga mansub quyidagi parcha haqidagi to'g'ri hukm berilgan javobni aniqlang deyilyapti. Va bunda A javob iymonining butunligi har qanday makr hiyla bilan keladigan yomonliklarga qarshi mustahkam ma'naviy to'siq ekani ta'kidlangan. Mana hurmatli ustozlar, 17-gacha tahlil qildik. Ana endi matnlar tahlilini keyingi qismimizda ko'rib o'rganamiz.